Adidas Hyperboost-larni taqdim qildi va u nima? Hyperboost o'zi nima? Buni bilish uchun men Adidas Hyperboost nafaqat Pro'sini, ushbu qo'limdagi Adidas H krossovkasini, balki Hyperboost ishlatilgan yana bir Adidas Hyperboost Run Edition'ini ham olib keltirdim va bularni kiyib ko'rdim. Bundan tashqari Hyperboost Pro emas, oddiysi ishlatilgan Adidas Hyperboost Euphoria'ni ham olib keldim. Ya'ni 3 xil Hyperboostdan tashkil topgan oyoq kiyimlarni olib keldim, чтобы bilish uchun. Hyperboost o'zi birinchidan nima va bir-biridan farqi nima va mana bu qo'limdagi yoki stolim ustidagi krossovka kim uchun mo'ljallangan va qaysi birini sizga qanaqa holatda tavsiya qilaman va ularni bir-biridan minimal kerak bo'lsa maksimal farqini ushbu videoda sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Adidas Hyperboost H qo'limda, ya'ni bu eng navaroti, eng moshnisi va unda Hyperboost Pro ishlatilgan va bu oyoq kiyim yugurishga mo'ljallangan. Bu oyoq kiyim bo'lsa, Run nomidan aytib turgandek, bu ham yugurishga mo'ljallangan va mana bunisi Euphoriya bo'lsa, bu ham yugurishga mo'ljallangan. Ya'ni uchalasi ham yugurishga mo'ljallangan va bularni afsuski bitta no tarafi bor. Agar kun davomida kiyaman desangiz, o'sha no tarafini va boshqa no taraflari ham bor, gap ochig'i. O'shalarni ham albatta aytaman, sababi qanaqadir halol, chestniy anaqa review, obzor qilmoqchiman. O'shaning uchun videoning oxirida albatta minuslarni ham aytib ketaman. Pluslari ham bor, albatta uni ham aytaman. Hozir o'shandan boshlaymiz. Chunki Adidas fanatlari ko'p. Bu videodan keyin krossovka olmoqchi bo'lganlar bo'ladi. O'shaning uchun baribir pluslarni ham aytib o'tishim kerak. Birinchi o'rinda aytganimdek, ushbu oyoq kiyimlar yugurish uchun mo'ljallangan. O'shaning uchun qaranglar, poshnasi qalin, juda ham qalin qilingan. Orqasidan ham ko'rsanglar bo'ladi va bu yumshoqqina. Men o'zim kiydim, yurdim va albatta juda ham yumshoq. Oyoqda sportiv oyoq kiyimligi nafaqat ko'rinishdan, balki qadam bosganingizda bilinadi, ya'ni sizlarni yaxshigina sakratadi. Sekin yursanglar ham, tez yursanglar ham, uje men sekin yurib ko'rdim, yugurmadim unda. Sekin yurganimda ham o'zi yaxshigina amortizatsiya berdi. Hyperboost H materiallari tekstil hamda bunaqa yupqa rezinalardan tashkil topgan. Orqalarida ham tekstil ishlatilgan va dizayn, menimcha dizayn juda ham chiroyli chiqqan. Ya'ni birinchi taassurot baribir dizaynda bo'ladi. Tripoloska tepadan pastga ko'chgan va teylari mana ko'rishingiz mumkin. Kiyib ko'rganman, o'shaning uchun ozgina kirroq va mana bunaqa tishlar bilan обработка qilingan. Ichki qismlari bo'lsa, ko'rishingiz mumkin, yumshoqqina podushkalar qilingan va sraz aytaman, agar podyomingiz bo'lsa, H, ya'ni o'sha eng Pro versiyasi siz uchun variant emas. Chunki meni podyomim unaqa zo'r emas, lekin shunga baland emas. Shunga qaramasdan meni oyog'imni yaxshigina quchoqladi va nima deydi, agar yana sal podyom bo'lganda menimcha kirishda ham o'sha qiynalardim. Kirish qismlari o'sha naskiligi sababli hamda o'ziga biriktirilganligi, yaxshigina yopishtirilganligi sababli afsuski podyomi borligi ushbu variantni men tavsiya qila olmayman va H eng qimmati bo'ladi. Yevropada bu hozir 199, ya'ni o'sha 200 yevro sotilyapti. 200 yevroga xarid qilsa bo'ladi Yevropadan. Hozir bularni dizayn taraflama aytdim, juda ham chiroyli chiqqan. O'shaning uchun ranglari ham ko'p. Menimcha 5-6 xil rasvetkasi bor. Eng chiroyli, eng klassik rasvetkalardan biri bugun qo'limda bo'ldi. Hyperboost H dan Hyperboost Runga o'tamiz va Run bilan yonma-yon qo'yganimda sezilar-sezilmas ko'rsanglar bo'ladi, что poshnasi baribir H da balandroq, qalinroq qilingan, chem Runga qaraganda dizayn jihatdan bir-biriga juda yaqin, ya'ni tripoloska ham bu yerda poshnada qolgan, tepa qismlari ham bir-biriga yaqin va kirish qismlari ham hattoki juda ham bir-biriga yaqin. Shotda qoldiraman, sababi ko'rib birato'la solishtirib ketsanglar bo'ladi o'zingizlar ham va kirish qismlari buniki ham naski qilingan, lekin buniki H ga qaraganda Runniki kirishi sal bo'shroq, sababi men bu rezinasi yaxshigina cho'ziluvchan til rezinadan tashkil topgan. Buniki bo'lsa unaqa cho'zilmaydi. O'shani hisobiga agar oyog'imda yopishib tursin desangiz, podyomingiz ozgina balandroq bo'lsa, sizga H variant emas, uni o'rniga mana bu Run olsangiz bo'ladi va bu ham xuddi Hyperboost H ga o'xshab Runda ham Pro ishlatilgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi, ich tarafida yozilgan Pro deb bunda ham va buni poshnalari ham mana uzor qilingan. Ich taraflarini ham solishtiradigan bo'lsak, chem Runga qaraganda. Buni ham tepa materiallari tekstil hamda plashovka aralash, setka aralash va kirish qismlari mana bu yerda yupqaroq qilingan, chem
H'ga qaraganda menga mana bu sistema ko'proq yoqadi. Rand ishlatilgan sistema, chunki qarasanglar baribir yupqaroqda, qanaqadir bilmadim, vес jihatdan ham, qulaylik jihatdan ham menimcha yupqarog'i qulay bo'lsa kerak va podushkalar bunda ham qo'yilgan. Mana H qarasanglar sal уже qalinroq, hatto bu ham yupqayin, mana tepalari qaranglar qalinroq qilingan. Va ranni narxi 170 euro chiqqan, ya'ni bundan 30 dollar arzonroq, sal poshna kamroq, lekin yumshoqlik pashti o'sha. Buniki sal yumshoqroq, bilinmas o'sha poshna hisobiga, hattoki o'sha yumshoqlik, lekin katta plusi aytganimdek, buni tili rezinkaligi. Oyog'i katta hamda podyumi baland ekanligi mana bu Euphoria, ya'ni Adidas Hyperboost Euphoria eng ideal variant, sababi buni podyumi juda katta. Chunki bu tili o'ziga biriktirilmagan, keng qilib ishlab chiqarilgan oyoq kiyim. Undan tashqari mana bu oldilari ham juda ham keng. O'shani hisobiga eng optimal variant ushbu qo'limdagi Hyperboost Euphoria bo'ladi. Va buni teglari ham qaranglar boshqacha. Aytgandek, buni teglarini solishtirmayman. Qisqagina mana hammasini tegini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bunda Continental ishlatilibdi. Hattoki bu o'rtadagi randa bunda bo'lsa, men hech Continental ko'rmayapman. Bunda ham Continental emas, lekin o'ziga yarasha mana bu baqqatroq teg qismi qilingan. Euforiyaning yana bir ajoyib ajalib turadigan qismi, mana yondan qarasanglar, orqasiga bir boshqacharoq ko'tarilgan, ya'ni mana bu yerdan mundoq chiqib, orqalari slishkom dutiroq chiqqan, chem H hamda rangga qaraganda, mana rangni ham sizlarga qisqagina ko'rsataman. Ko'rsanglar bo'ladi, qanaqadir slishkom chiqib keyin qaytib kelgan va bu ham bir boshqacha yondashuv beradi, lekin bu yerda Hyperboost Pro ishlatilmagani bilan Hyperboostning o'zi ham yaxshigina yumshoqligiga ega ekan, ya'ni men undan bunga uchalasining orasida sakraganimda unaqa raznica sezilmadi. Tepa qismdagi materiallar tekstilga qaraganda ko'proq plashovka hamda koja zaменителga o'xshagan material ishlatilgan, hattoki rezinaroq material desam ham adashmagan bo'laman. Va ich tarafini ham ko'rsanglar bo'ladi, orqasi va tashqi tarafi juda ham chiroyli qilingan. Buni ranglari ham bor va ranglari bir-biridan chiroyli, juda ham chiroyli bir yondashgan ranglarda. O'shaning uchun uchalasida ham ranglar juda ham variantlar ko'p. Buni narxi bo'lsa 140 euro chiqqan buni narxi va bularning orasiga eng arzoni hisoblanadi. Hatto komfort taraflama o'sha bir xil pashti, lekin o'sha materialda asosiysi rol o'ynaydi hamda tili rezina emasligi, oddiy materialdan tashkil topganligi baribir rol o'ynasa kerak. Narxlarni eslatib o'taman. 140 euro, 170 euro hamda 200 euro chiqqan ushbu Hyperboostlarimiz. Endi bo'lsa bularning minusiga keladigan bo'lsak, men Hyperboostdan to'g'risi sal ko'proq kutdim, ya'ni Adidasdan ko'proq kutdim desam to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni men kun davomida kiyish uchun krossovka kutdim. Chunki kun davomida kiyish uchun krossovkalar juda kam Boostdan tashkil topgan. Mana Xudoga shukr yaqinda Zen Boost taklif taqdim qilindi, lekin baribir Ultra Boost DNAni o'rnini bosadigan oyoq kiyim chiqmayapti. Mana Hyperboostni har xil formada ishlab chiqargan, lekin bularning hammasi yugurish uchun va eng katta minusi oyoq kiyimlarning hammasi bahaybat. Ya'ni любой mana bu eng kompaktni ranni oladigan bo'lsak, mana shu ranni o'zi men hozir kiyib yurgan Adidas Ultra Boost'imdan 2 sm uzunroq, ya'ni mana o'zim Ultra Boost'im примерно mana mamtlada turadi. Ya'ni kompaktna. Buni oyog'iga kiyganingizda oyog'ingiz juda ham katta bo'lib ko'rinadi hamda oldi orqasi chiqib turgan hisobiga, misol uchun men 46 kiysam, bu 48 razmerini beradi. Ya'ni juda ham dahshatli katta ko'rinishga keladi. Oyog'im teng bo'yli ingichkaligiga bu oyoq kiyim menda qanaqadir vashshe multfilm bo'lib ko'rinyapti. O'shaning uchun agar sizni oyog'ingiz ingichka, o'zingiz ingichkaroq bo'ladigan bo'lsangiz, agar yugurish uchun bo'lsa zo'r. Misol uchun men buni qo'rqmasdan yugurish uchun kiygan bo'lardim bularni, lekin kun davomida bo'lmaydi. Birinchidan ikkalasi juda ham yumshoq kun davomiga. Bu bo'lsa, mana bu ikkalasidan ko'ra Euphoria undan ham gabaritroq. Ya'ni qaranglar, orqasi qay darajada chiqib ketgan hamda buni mana bu oldi qismlari ham juda katta. Ya'ni Euphoria olmoqchi bo'lsanglar, mana men 46 zakaz qildim, hammasidan 46 zakaz qildim va bu ularning orasida balshamerka o'zi katta qilib chiqarilgan, plus balshamerka qilib chiqarilgan. O'shaning uchun men bunda 45 kiyishim kerak bo'ladi. Yana bitta minus tarafi, ranlarda bilingan narsa, oyoq kiyimi misol uchun kirish qismlari
torroq qilingan aynan mamunda yoki bunda, lekin oldi qismlari keng, mamutlari juda ham bir keng, ya'ni oyog'i formasiga bilmadim. Balki Yevropada ko'pchilikning oyog'i shunaqadir, mana tepadan qarasanglar ham, qanaqadir kirish qismlari, mamutlari hammasi kompaktnida, mamutlari keng, ya'ni material yig'ilib qoladi yoki ipni yaxshilab tortish kerak. Bilmadim. Men mana optimalni o'tirish qismini ko'rmadim. Mana mamutlarda zo'r tushgan, zo'r kirgan, lekin bu yoqqa kirganda o'sha mamutda oyoq bukilib, qanaqadir barmoqlar bitta-bitta ko'rinib, ko'tarilganda bir g'alati ko'rinish beryapti. Nimaga men bu narsani aytayapman? Misol uchun Hoka Bondi 9 yoki Hokani boshqa bir oyoq kiyimlarida, oyoq kiyimni kiyganingizda, oyog'ingizga kirganida polni hamma joyini quchoqlaydi. Shunaqa oyoq kiyim kutdim. Hatto Hoka ham yugurish uchun chiqarilgan, uni kun davomida ham kiysa bo'ladi. Общий xulosam Adidas yugurish liniyasiga yana bir yaxshi oyoq kiyimni taqdim qildi, lekin afsuski bu oyoq kiyimlar kun davomiga mo'ljallanmagan. O'shaning uchun kun davomida kiygani yana xuddi o'sha Zembusga o'xshagan yaxshi bir oyoq kiyimlarni Adidasdan kutib qolamiz.